buket kasalliklar bilan kasallanib og'rinib yurganman. Mana shu mahsulotni taklif qilgan paytlari to'g'riga 2 oy ikkilanib olmaganman. Mahsulotni 2 oydan keyin olib ichganimdan keyin birinchi kunda o'zida natija ko'rganman. Bitta tabletkadan uyqum yaxshilangan, qabziyatdan zo'r natija olgan. 3-kun o'zimda o'zgarish sezganman. 7-chi kun deganda men o'rnimdan turganman. Chunki men girjasidan og'rinib turganda men emakda to'shakka mixlanib qolgan inson edim. Menga taklif qilgan inson dedi, men buni qo'shnilarim men holatimni ko'rdim. Mana shu holatimni ko'rib yaxshi bo'lganimdan keyin mahsulotni mana buni qo'shnilarim, ovsinlarim, o'zimning yaqinlarim ham olib iste'mol qilib zo'r natijalar olgan. 7-chi kunda mana shu natija olganim. Kechqurun yotsam men ertalab tura olmasdim. Emaklar mana shu eshikkacha kelib, eshikni dastasini ushlab turganman. 7-chi kun uyg'onib o'zim turganman. Belimdagi girjasiga ham azob bermagan, bo'ynimdagi osteoxondrozga ham azob bermagan. Yaxshi bo'ldi. 2 oy 16 kunga uziga tushganimda mahkamda kista, yo'l, besh kun ichganimda tisamdan suyak yemishimdan zo'r natija oldim, qayta oyog'im olmadim. Ana shunday buket kasalliklarni zo'r natija olganman mana shu mahsulotdan. Davolovchi miqdorda ichib mana shuncha zo'r natijalar. Assalomu alaykum. Yo'ldor tumanidanman, Toshkent 5da. 7-marta shu mahsulot olib ichdim, sahar kasalligimdan. Oyoqlarim og'riydi, ochiqlarim oshqozonni kavlanadi, boshim og'riydi, harakatim bo'lsin. Shu mahsulotni Sayyorahmon tavsiya qilganlar olib ichdim. Xudoga shukr. Shu birinchi kundan shu mahsulotni ichgandan o'zim yo'qdi, keyin hash qilib o'zimni maqlamasdan biron ish qildim, yotganimdan uydan chiqdim. Shuni ichgandan keyin Xudoga shukr, chaqqon bo'ldim. Ayollar qamacha yaxlab kelgan, sezmaydi hech narsani. Chaqqon bo'ldim, ketdi hammasi. Tomaqada ham ishlayotimiz, hamma ishlarni qilamiz, Allohga shukr, rasman. Sahrim 6ga tushdi. Olar 4ga tushib ketdi. Keyin necha yuramiz? 12, 13. Shunaqa yurdik. Keyin xo'jayinim olib berdi, oshqozonlari hazm qilmaydi narsani. Boshlar tinimsiz og'riydi, davlenalar tushib ketaydi, chevitmaydilar u kishi. U kishiga ham zo'r natija bo'ldi. Keyin nabiracham olib berdim. Allergiyasi bo'lmagan joyimiz bo'lmadi. Faqat ana shu yuttal bo'shyapti ko'rmayman. Uni ichgandan keyin ko'zlari shu balg'amlar chiqib ketib, nabiracham yaxshi ketib qoldi, Allohga shukr. Rahmat, juda ham Olib berganlarga rahmat. Yana sog' bo'lsam olib ichaveraman lekin shu narsani. rahmat. Sog' kerak. Assalomu alaykum. Men ismim Gulnoz, Fariyam Hamroyeva, men Xorilikman. O'zim asli tadbirkor, o'quvchiman. Yoshim 54da. Mani yarim umrim Rossiyada o'tgan desam ham bo'ladi. 20 yillik Rossiyada ishlab yurgan ayolman. Chunki Rossiyani ob-havosini bilasiz, juda nam, keyin ishda juda ham og'ir ishlarni qilamiz. Chunki biz ayollar erkaklardan ko'proq ishlaymiz. Ana shu Rossiyada ishlab yurgan davrimda yurish diskni o'zimga olganman, suyak yemishni olganman. Og'ir ishlar natijasida oyoqlarimda varikoz, uzoq ishlayotgan juda katta edi. Yanvar oyida Rossiyadan keldim. Yanvar oyida kelib, mana yanvar fevral 2 oy yo'qoldi bo'ldim. 2 oy yotib, umuman yurardim, lekin sekin juda ham o'zim sog'ligimni yo'qotib qo'ydim deb qo'rqgandim. Mana shu eng yaqin o'rtoqlarim, eng yaqin insonlarim, ularga hozir men chin yuragimdan rahmat deyman. Mana shu mahsulotni menga tavsiya bergandan keyin men shu mahsulotni olib, o'zimda shuni ichib natijasini ko'ra boshladim. 3-4-kunda o'sha natijani ko'rdim. Mana shu grija disk ertalab tura olmaysiz, sizga pastlanishda og'ir bir toshni osib qo'ygandi. Oyoqlar shish, bo'g'irlarda og'riq, o'zingizni og'ir his qilasiz. Даже harakatchan anaqa harakatingiz yo'qda. Shu natijalar
sekin menga bilinaverdi. Hozirda misol uxlagan paytda ham podushkada uxlolmasdim, duoxim qisardi, zo'rg'im. Hozir zo'rlar joyida. Man misol ichayotganimga 2 oydan oshdi. Lekin man bu mahsulotni shunaqa nima deydi, bir ovoch olib yo chanqoq bo'lib kelib bir narsani maza qilib ichasiz-ku, ana shunday mehr bilan ichaman, chunki bundan man shifo topdim. Grijna disklar ham hozir qiynamaydi. Qon boshda qon aylanish sistemasi normal bo'lgan. Chunki постоянно shu grijna disk siqib turgan payt boshda qon aylanish yaxshi bo'lmaydi, davleniya tushib ketadi, odam holsiz bo'ladi. Hozir hammasi joyiga tushgan. Endi buni ta'riflasa juda ham ta'riflashga so'z ojiz desam ham bo'ladi. Menda o'zimda bor kasalliklardan hozir oyoqdagi varikozimdan ancha tuzaldim. Grijna disk, suyak yemirilishidan. Keyin yana uyimda 1 yoshli 9 oylik nabiracham bor. Unda diabet deydimi, anaqa. O'shani o'zim ko'zim bilan ko'rganman. Qizim telefonda aytardi, "Oyi nima qilay, shunday anaqa allergiyasi baland, dorilar ham yordam bermaydi" derdi. Ana shu nimani bir donasini kalsiyni o'zim qo'liga bersam